Hozir endi biz kattalarga moslangan yubkamizni tikamiz. Buni bichib tayyorlab qo'ygan edik. Endi buni tikishga o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda koketkalarni etakka ulab olishimiz kerak. Bunda ham biz overlock qilmaymiz hech bir joyini. Fransuzskiy shofdan foydalanamiz va kant bilan обработка qilamiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz hozir buni bitta qavatini sizlarga tushuntiraman. Mana bunday holatda bulavkalab hozir buni fransuzskiy shof qilib olamiz. Endi yubkamizni tikib olamiz. Hozir biz o'rtasini topib natsishka berib yubordik. Pastini ham xuddi shunaqa qilamiz. Kichkinagina berib yuboramiz. Mana va yubkamizni o'rtasini ham topib olishimiz kerak bo'ladi. Ana endi hozir oldi qismini, bu hozir yubkaning old tarafi. Oldi va orqasini xuddi shunaqa bir xil ketma-ketlikda tikamiz. Hozir men sizlarga faqat old tarafini tikishini ko'rsataman. Orqa tarafini ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda biz tikamiz. Demak, mana bu yerda nasichkalarni bir-biriga to'g'rilab, bulavkalab olamiz. Ya'ni koketkani etak bilan birgalikda qo'shgan holatda bulavkalaymiz va buni biz fransuzskiy shof bilan обработка qilib olamiz. Mana shu holatda bir xil, ikki tarafini bir xil qilib bulavkalab olamiz. Va undan keyin fransuzskiy shof qilib olamiz. Mana bulavkalab oldik, endi tikamiz. Fransuzskiy shof 0.7 da. Zakripka berib yuboramiz. Va bir xil zaylda ketaveramiz. Mana oxirigacha shunaqa tikamiz. Mana bulavkalab oldik. Endi buni tikamiz. 0.5 da tikamiz. Bitta lapkada tikib ketamiz. Mana buni tikib oldik. Endi bitta chiroyli qilib dazmollab olamiz. Va buni sovutib olamiz. Endi buni bu chokni tepaga yotqizgan holatda orqasidan dazmol qilamiz. Juda ham qattiq bosib yormang, chunki yana ustidan ham hali dazmol qilamiz. Bo'ldi. Endi ustidan ham ustki tarafdan ham dazmol qilib olamiz. Mana bunaqa kichkinagina ipchalar chiqishi mumkin. Bu o'sha ichidagi iplar. Bularni o'zib tashlaymiz, tozalab tashlaymiz. Chunki bizda fransuzskiy shof. Endi ustidan bitta dazmollab keyin sovutib olamiz. Mana yubkamizning orqa qismini ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda fransuzskiy shof qilib olamiz. Mana endi yubkamizning orqa va old detallarini tikib qo'ydik. Endi bularni bir-biriga ikkita yonlarini bulavkalab
tikamiz. Biz ikkita yonini kant bilan обработка qilamiz. Hozircha kant bilan обработка qilmaymiz. Nimaga deganda, birinchi navbatda biz zamokni o'rnatib olamiz. Ana undan keyin zamok bilan birgalikda kant bilan, ya'ni обработка qilamiz. Mana ikkita yonni bulavkalab oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdan esa zamok uchun joy qoldirdik. Mana. Chunki yubkamiz zamokli. Hozir biz tikib chiqamiz. Choklarni tikib chiqamiz. Ana undan keyin zamok o'rnatamiz. Mana endi yon choklarini tikib olamiz. Mana ikkita yonni dazmollab oldik va endi mana bu tarafiga hozir biz zamokni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin zamokni yaxshilab dazmollab olamiz. Har doim zamokni dazmollab, ana undan keyin ishlating. Ko'ryapsizmi? Hatto zamok ham kirishadi. Shuning uchun zamokni ham albatta dazmollab olish zarur. Mana. Endi zamokni o'rnatamiz. Endi zamogimizni o'rnatib olamiz. Mana bu joygacha tikib qo'yganmiz. Tepasi ochiq turibdi. Zamokni mana shu joydan pastga qarab qo'yishimiz kerak. Mana. Endi eng birinchi navbatda nima qilamiz? Bizga kerakli joyini belgilab olishimiz shart. Tepadan ham mana hozir belgilab olamiz. Ikki tarafi bir xil kelish uchun. Mana bu chok to'ygan joyda mana bu belgini qo'yamiz. Zamok uchun maxsus lapkamizni o'rnatib oldik mashinkamizga. Endi tikamiz. Birinchi mana bu tarafidan tikamiz, keyin zamokni mana bu yonidan tikamiz. Birinchi zamokni o'zini qotirib olamiz matoga, undan keyin zamokni yaxshilab ishlov beramiz. Agar siz endi boshlagan tikuvchi bo'lsangiz, albatta qo'lda tiking. Mana. Bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib hozir tikamiz. Endi zamokni ochgan holatda mana bu yerdan tikib ketamiz. Zakripka berib yuboramiz. Qo'limiz bilan mana bu joylarni ochib tikib ketamiz. Belgilagan joyimizgacha ham xuddi shunaqa qilib tikib kelamiz. Zakripka beramiz va uzamiz. Mana. Bizda mana bunaqa holat bo'ladi. Bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib tikamiz.
zamogimizni tikib oldik. Endi buni dazmollaymiz. Yaxshilab dazmollaymiz va sovutib olamiz. Orqasidan ham, ya'ni ustki tarafdan ham dazmollab olamiz. Hozir mana bu choqlarni, yon choqlarni ochib olamiz. Ana undan keyin qand qilamiz. Mana dazmollab oldik. Endi hozir bularni qand qilamiz. Poyez qismiga mana dublini yopishtirib olamiz. Dublini yopishtirish juda ham oson. Buni mana o'ngi tarafini pastga qo'yib, dublini ustiga qo'yib, bitta yaxshilab dazmollab olsangiz o'zi yopishib oladi. Endi buni ikkiga buklagan holatda dazmollaymiz. Sovutib olamiz va qolganini ham xuddi shunaqa dazmollaymiz. Endi biz poyasimizni yubka formasiga to'g'rilab olishimiz uchun dazmol bilan dekotirovka qilib olamiz. Mana dumaloq forma hosil bo'ladi. Mana dumaloq forma hosil bo'ldi. Endi buni yubkamizga o'rnatamiz. Hozir biz zamoklarimizni, ya'ni zamok ustini va mana bu yon choklarini, bu hali bizda turibdi, hech qanaqa obработка qilinmagan, qand qilib olamiz. Qandni mana buni ichiga qo'yib olib, qandlash juda ham oson, qiyin jarayon emas. Mana bu holatda qo'yib bulavkalab olamiz. Zamogimiz biroz qattiqroq. Mana orqasini ham ko'ramiz. Shunda juda ham akkuratniy bo'lib chiqadi. Mana. Xuddi shu holatda hozir bulavkalab chiqaman. Endi qand ustidan tikib olamiz. Mana ikki tarafini ham qand bilan bulavkani qotirib chiqdik. Endi shuni ustidan tikib chiqamiz. Bu yoqda 0,1 mm qolishi kerak. Zakrivka berib olamiz va tikamiz. Bulavkalarni ehtiyotkorlik bilan olib olamiz. Mana bizda mana bunday holat bo'ldi. Oxirigacha shunaqa tikib ketamiz.